Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz fizikadan attestatsiya va milliy sertifikat imtihoniga qaysi kitobdan tayyorlanish haqida gaplashamiz. Xo'p, mana bu qo'limdagi kitob fizikadan masalalar to'plami Innova fizika deb yozilgan. Innova fizika yoki buni elektron variantlari ham bor. Mana shu ekrandagi raqamlarni Telegram kanaliga yozsangiz, bu kitobning elektron variantini ham tashlab beraman. Aynan shu kitobda fizikaga doir qiyin masalalarni berib o'tilgan, ya'ni attestatsiyada tushish ehtimoli bo'lgan va tushgan testlarni namunaviy savollar tarzida qiyinroqlari eng saviyali va eng murakkab masalalar va savollar bor. Mana shu kitobni ishlasalaringiz, nasib bo'lsa, attestatsiya imtihonidan ham, milliy sertifikat imtihonidan ham yetarlicha ball to'playsizlar. Mana shu. Bu kitob haqida gaplashadigan bo'lsam, Sardor Berdiyev muallifi va fizikadan masalalar to'plami nomi. Qaysi bo'limlarni o'z ichiga oladi desam, mexanika, molekulyar fizika va termodinamika, elektr, tebranish va to'lqinlar, optika, atom va yadro fizikasi. Mana shu bo'limlarni o'z ichiga oladi. Demak, Innova fizika deb yozsalaringiz, elektron variantlari ham chiqadi internetda ham yoki Telegram guruhlarida ham chiqishi mumkin. Agar topolmasalaringiz, ana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, mendan so'rashlaringiz mumkin, elektron variantini tashlab beraman. Xo'p, birinchi sahifasiga o'tamiz. Demak, Toshkent 2024-yilda ishlab chiqilgan bu kitob. Xo'p, ushbu kitob fizikadan oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari va milliy sertifikat imtihonlariga tayyorgarlik ko'ruvchi abituriyentlar hamda attestatsiya imtihonlariga tayyorgarlik ko'ruvchi o'qituvchilar uchun mo'ljallangan. Kitobdagi barcha masalalar asosini oson va o'rta darajadagi masalalar tashkil qiladi. Hech bir masala o'ta murakkab yodlashuvni talab qilmaydi. Mavzuni yaxshi tushungan o'quvchi biroz fikrlasa, kitobdagi har qanday masalalarni qiyinchiliksiz ishlay oladi. Qiyinroq darajadagi masalalar yulduzcha belgisi bilan ajratilgan. Abituriyentlar agar fizikani noldan boshlagan bo'lsa, dastlab yulduzcha belgisi qo'yilgan masalalarni ishlamasdan, kitob tugagandan keyin o'qituvchini alohida yondashuvi yordamida ularni ishlab chiqishini tavsiya etamiz debdi. Demak, endi munda rejaga o'tamiz. Munda rejada hop kinematikaga doir 13 ta mavzu bor. Dinamikaga doir hop 37, hozir bu yog'ini ko'ramiz. 40 ta bo'lsa, 40 dan 13 ni ayirishimiz kerak. Ya'ni 37 ta. Adashmasam 37 ta yana mavzu bor. 37 ta. Xo'p, suyuqlik va gazlar mexanikasi, endi optik hisoblab aytyapman, dinamika bo'limida yana mavzular bor. Shulardan 37 tasi demak dinamikaga doir, 13 tasi esa kinematikaga doir ekan. Xo'p, tebranish va to'lqinlar bo'limi, molekulyar fizikaga doir jami nechta mavzu bor? Bu to'plamasangiz 145 ta mavzu bor ekan va 146-mavzu birliklar haqida ekan. Endi bu kitobni ishlab chiqishlaringizni tavsiya qilaman. Va bu attestatsiyadan o'tishlaringizga, milliy sertifikat imtihonidan yetarlicha ball to'plashlaringizga sizlarga yordam beradi. Xo'p, kitobning oxirgi betida esa birliklar haqida masalalar berilgan, ya'ni birliklar kilogramm ko'paytirilgan, metr kvadrat taqsim sekund kub nimani birligiga to'g'ri keladi, shularni hisoblashlaringiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, sizlar milliy sertifikat imtihoniga yoki attestatsiya imtihoniga o'qishga kirish uchun tayyorlanmoqchi bo'lsalaringiz, fizikadan masala ishlash uchun mana shu kitobni tavsiya qilaman. Eng saviyali, eng yaxshi kitob. O'zim ishlab chiqqanman. Yaxshi kitob. Sizlarga foydasi bo'ladi degan umiddaman. Agar shu kitobning elektron varianti sizlarga kerak bo'lsa, ana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Fizika yoki matematika fanlaridan onlayn kurslarda tayyorlanib, milliy sertifikat imtihoniga o'qishga kirish uchun yoki attestatsiya imtihoniga tayyorlanmoqchimisiz? Unda quyidagi raqamlarga murojaat qilib, meni shaxsan o'zimni Fazliddinov Diyorbekni onlayn kurslariga qatnashishingiz mumkin. Meni video darslarimni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, darslarim kelib chiqadi. Ko'rib, ma'qul bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, kurslarim haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shu bilan demak, bugungi sizlarga aytadigan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Shu kitob haqida ma'lumot bermoqchi edim. Maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Shu kitobni ishlab chiqsalaringiz, attestatsiyadan ham, milliy sertifikatdan ham, hatto DTM imtihoni, ya'ni o'qishga kirish uchun imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasizlar degan umiddaman.
Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling va video darsimizga like tugmasini bosishni unutmang.